Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Mana hozir Toshkent tibbiyot akademiyasini bosh davolovchi shifokori Dilfuzaxon Shonvarovnadan o'tib eshitamiz. Gapiravering, Dilfuza opa. Assalomu alaykum. Greenleaf a'zolari, hamkorlari va nafaqat ular, butun bizlarni oldimizga kelayotgan mana har xil o'zini kasalliklari bilan xonamizga kirib kelib bizdan najot so'rayotgan har bitta bandaga men endi shu Greenleaf salfetkalarini tavsiya qilaman. O'zi to'g'risini desam, men semaganman. Boshida menga Zaynab mana shuni ko'rib boqing, bambukdan tayyorlangan ekan, sostavida yod bor ekan deb tashlab ketgan edi. Keyin men buni uyga birinchi olib borib xo'jayinimlarga ko'rsatdim, ularga aytdim, ular ham ishon qilamadilar. Keyin o'zimda sinashni boshladim. Sinab ko'rsam, to'g'risini aytsam mo'jiza ekanda. Yoki men bunga ixlos qilib qildimmi, yoki bu haqiqatda o'zi mo'jizami? Sostavida antibakterial moddalar, o'sha o'zi bambuk tagida antibakterialni suyuqlikka ega bilardik. Lekin u yodligini, yodni hozir butun epidemiya bizada bizani xalqlarda yod yetishmasligi u isbotlangan olimlar tomonidan ham. Nafaqat bizada, o'zi ekologik dengizi yo'q joylarda, daryosi, suvi yo'q joylarimizda baribir ham shu yod tanqisligi, biza uni tuzga qo'shsak ham yoki boshqa mahsulotlar bilan yod yegan taqdirimizda ham bizda hazm sistemamiz noto'g'ri bo'lgani uchun shu yod tanqisligi bo'ladi, keyin uni orqasidan qalqonsimon bezimiz ozgina qiynaladi. Shu qalqonsimon bezlarimiz bizani organimizda eng kerakli organimiz hisoblanadi. Baribir ham boshqa butun bizani boshqarayotgan dirijorimiz hisoblanadi. Shuning uchun ham shu narsa kerak ekan deb mana endi kofelarimizga zararli joyini ketkazish uchun yoki Coca-Colalar mana zararli joylarini olishimiz uchun shularga solib ichishni ham tavsiya beraman. Rahmat demoqchiman-da, shuni o'ylab topgan insonlarga. Shu. Rahmat, sog' bo'ling.